Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqacı Rozi, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islağa 2021 yıl 9. ayının 27. günü vatandaş. Nemi deyimiz vatandaş? Vaziyet doğrusu gep kırsak. Uygur'un özünün vaziyeti özüge paydasız bir ahvalga düşüp kaldı. Lekin bugünkü bir parça leksiyamızda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Senator Marco Rubio Uygurlarning do'stimiz, sizlarning bizning do'stimiz. Ve şular yana bir qatim, en ahir qatim sizlarga yetkizgan leksiya Davlat Majlisida ma'qullangan 2022 yillik moliya yilida Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasida yana ikki masala nayt jiddiy tilga ilindi. Masalan, yuqumli virusning manbaini tekshirish. Ikkinchisi, Uyg'uristonda Xitoyning Uyg'urlarga va boshqa millatlarga qaratgan irq yo'qotish jinoyatini irq yo'qotish jinoyati deb belgilash, muqimlashtirish, e'tirof qilish. Bunda bizning yana umidvorlik bilan, yana kichikgina eng oxirgi umid bilan deyli, masalan, kutkunimizda, kuzatkunimizda bu darhol Avam palatasining umumiy ovoz qo'yishi bilan tasdiqdan o'tdi. Bu siz bizga xushallanarlik bir ish vatandaş. İkinciden endi Senat qachon tasdiqlaydi? Buning vaqti aniq emas. Senat tasdiqlagandan keyin Prezident Joe Bidenning imzo qo'yishi masalasi. Ya'ni ikki o'tkal bor. Bunda ikkinchi o'tkal masalan senatorlarning tasdiqlashini nazarga olsak, Avam palatasidan o'tgan ekan, asosiy jihatdan Kengash palatasidan o'tadi bu qonun loyiha. Onun üstüge bu qonun loyihaning beshi qo'yilgan mavzu 2022 yil moliya yilida davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasi. Bu endi katta qonun loyihada şu davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasiga ikki masalaning qo'yilishi, yuqumli virus va Uyg'urlar qartilgan jungo siyosatining irq yo'qotish siyosati ekanligini belgilash, muqimlashtirish bu ikki masala mening nazarimda favqulodda ish vatandaş. Bu ayrim Uyg'urlar shakldagi qonun loyihasi emas. Yana boshqa qonun loyiha qatoridagi qonun loyiha emas, faqat davlat mudofaasi. Esingizda bo'lsa vatandaş. Davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasi. 2022 yil moliya yilida Davlat Majlisiga huquq berish qonun loyihasi. Şuna endi oxirgi umidimiz mushu o'tkal, ya'ni ikki qadam senatorlarning tasdiqlashi, undan keyin prezidentning imzo qo'yishi. Mana mushu yerga yetib keldi. Bugun sizlarga shuning munosabatli leksiya so'zlaymiz vatandoshim. Birinchi leksiyamiz bunda. Amerika Cumhuriyetçiler Partisi senatori Ming Wan Jo'ning turmadan qo'yib berilganligini qattiq tanqid qildi. Mavzuli xabar 9 ayning 26 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi senatori Marco Rubio haftaning 6 kuni yana 9 ayning 25 kuni mundaq ko'rsatdi. Huawei şirketi maliye amaldorining turmadan qo'yib berilishi, kishilarning Prezident Joe Bidenning bu pan-texnika shirkati va Jungo partiyasining tahdidiga taqobil turish iqtidoridan qattiq gumon qilishini keltirib chiqadi. Senator Marco Rubio Reuters agentligiga yetkazgan qisqa uchurida Prezident Biden hukumatining mushu masala bo'yicha
Davlat Majlisiga jiddiy ahvol ma'lum qilishini jiddiy murojaat qildi. Huawei şirketining moliya amaldori Mingvanjo juma kuni 9 ayning 23 kuni Amerika taraf taftish idorasi bilan kelishim imzolab, Mingvanjoning bankini aldash jinoyati oyoqlashtirilgandan keyin shanba kuni maxsus aeroplan bilan vatani Jongoga qaytarildi. Mingvanjo xonimning turmadan qo'yib berilishi kishilarning prezident Joe Biden hukumatining Huawei shirkatiga va Jongo kompartiyasining tahdidiga taqobil turish iqtidori va taqobil turish orzularidan ig'ir darajada gumon qilishni keltirib chiqadi. deb ko'rsatdi senator Marco Rubio. Biz prezident Joe Biden hukumatining Mingvanjo Ottawa xalqaro aerodromida Amerikaning qo'lga elish buyrug'i bo'yicha qo'lga ilingan edi. 2013-yili Xuypeng bankida qayta yetaklab elektronlik uskunalar Huawei şirketining Iran bilan bo'lgan savdo aloqa munosabatlarida bankini aldash bilan ayblangan. O Mingvanjo Kanadada mumkin degidek nazarband qilingan edi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi senatori Bill Hagerty bu siyosiy sudni o'xshashda tanqid qilib, Reuters agentligi mundaq dedi. Bu texmi ko'p bo'lganda Jongoga taslim bo'lishdir. Yaponiyada turgan sobiq bosh elchi Hagerty mundaq ko'rsatdi. Men prezident Joe Biden hukumatining qaraganda texmi ko'p tinchitish siyosati qo'llanishidan ansirashga boshladim. Texmi ko'p taslim bo'lishidan ansirashga boshladim. Hagerty mundaq ko'rsatdi. Huawei şirketi bulang'chi tabiatlik shirkatdir. Jongo kompartiyasining qo'llashiga erishgan shirkatdir. Masalan, Marco Rubio biz prezident Joe Biden hukumatining klimat masalasiga qanday diqqat qilayotganligining irq yo'qotish jinoyati to'g'risidagi siyosatlarimizni qanday xunuklashtirishga elib kelganligini ko'rib turibmiz deb ko'rsatdi. Mushqatimqi bayonotida. Bu yana prezident Joe Biden hukumatining Beijingga qo'llangan eng xatarlik yumshoq pozitsiyasining yana boshqa bir misolidir. Masalan, senator Marco Rubio shunday ko'rsatdi, takrorlayman, anglab qo'ying hurmatli vatandosh. Senator Marco Rubio mundaq ko'rsatdi. Biz prezident Joe Biden hukumatining klimat masalasiga qanday diqqat qilayotganligining irq yo'qotish jinoyati to'g'risidagi siyosatlarimizni qanday xunuklashtirishga elib kelganligini ko'rib turibmiz. Bu yana prezident Joe Biden hukumatining Beijingga qo'llangan eng xatarlik yumshoq pozitsiyasining yana boshqa bir misolidir. Davomini anglash hurmatli vatandosh.